Qo'ysangizchi bolalar. Buni yakun deb kim aytdi sizlarga? Yo'q. Oyna biz qulayapmiz. Nima bo'ldi? Biz portladikmi? Bu nima? Jannatmi? Mana bo'ldi. Bu safar mendan qochishga imkoning yo'q. Bo'ri. To'xting boshliq. Gubernator xonim, bunday qilmang. Ular meteoritni o'g'irlashmadi. Ular uni ortga qaytardi. Buni qayoqdan bilasiz? Ehtimol mashhur jinoyatchilar guruhi bilan til biriktirgandirsiz. Xo'sh, to'g'risini aytganda, bir gapni aytish fursati yetdi. Gap shundaki, men aslida gunohlarni yuvishni haqiqiy tarafdori. Biz buni bilamiz. Qochish jonimizga tegdi. Ha. Boshliq, vazifangizni bajaring. Nima? Siz taslim bo'lasizmi? Meteoritni o'g'irlamagandirmiz, ammo boshqa ko'p narsalarni o'marganimiz aniq. Mas'uliyatni olish payti keldi. Toza varaqdan boshlaymiz. Qani, bizni kishanlang boshliq. Rostdanmi? Ha, buni uddaladingiz. Bu shon-shuhrat onlaringiz, zavq oling. Voy, bilasizmi, men haliga nutq so'zlashim kerak. Men aytishim kerak, to'g'rimi? 6 yoshga to'lganimda musiqa asbobini chalishga qaror qildim, lekin barmoqlarim nozik va nafis asbob uchun qo'pollik qilardi. O'shanda huquq-tartibot idorasida ishlayman deb aytdim. Mamlakatim uchun xizmat qila boshladim. Sendan faxrlanaman, Bo'ri. Bilasanmi, bo'ri bilan tulki bir-biriga juda o'xshaydi. Gubernator vazifangizni yaxshi bajardingiz, qoyil. Demak, yomon yigitlar haqidagi hikoya oddiy va mantiqiy yakun topganga o'xshaydi. Juda qiziq, lekin meteoritga nima bo'ldi? Og'ayna, tezda. Bu professor Marmelad. U meteoritni ortga qaytaryapti. Rostmi? Ha. Qaytaryapman. Ortga qaytardim. Aynan shunday qilyapman. Hech qayoqqa ketmang. Qahramoningiz shu yerda. Professor, izoh bersangiz. Ularga yordam berishga urindim, Tiffany. Lekin ertak doim bir xil tugaydi. Yomon yigitlar yovuz, yaxshi yigitlar esa Juda to'g'ri. Juda dono gaplar. Qolaversa, shaharning foydasi uchun meteoritni majmuamga qaytarmoqchiman. U yerda saqlanadi. Nima, u sudan quruq chiqadimi? Rahmat. Juda mehribonsiz. Yashasin men. Shoshmay turinglar. Bu haqiqiy meteorit emas. Bu chiroq-ku. Nima? Ilon, hozir nima qilding? Nima? Do'stim xafa edi. Unga dalda berdim. Bo'ri haqiqat. Shunchaki qo'rqinchli jinoyatchi emasmiz. Men yomon, sen yomon. Birga yomon bo'lamiz. To'g'ri tomonni tanlading. Kiyib ko'rsam maylimi? Albatta, hamkor. Xavotirlanmang, bu shunchaki o'g'irlik. Chiroq. Yo'q. Meteorit. Agar bu chiroq bo'lsa, haqiqiy Oddiy almashtirish. O'sha barg edi. Shoshmanglar,
Axir bu Zumpango brillianti. Uni o'g'irlagan jinoyatchi Qizil panja. Menmi? Yo'q. Xudoyim, voqealar Siz keskin yanglishdingiz. Xatoga Butun yo'l dunyoga Qizil panja qo'yyapsiz. nomi bilan tanilgan o'g'ri aslida professor Marmelad bo'lib Yo'q. chiqdi. Men qizil panja emasman. Qizil panja aslida u. Panjani u. Axir men mehribonlik guliman. Yo'q. Bu meni sudralib yuruvchim. Aynan shuni aytganda. Kimdir bu meteoritni yo'q qilish kerak-da. Bu tosh xavfli edi. Juda yaxshi ishlading, ilon. Juda yaxshi. Dohiyona, nafaqat cho'chqani chuv tushirdim, balki mendan xavotirlanayotganingni tan olishga ham majburladim. Ha, albatta. Menga bir narsa qiziq. Xo'sh, nimaga qiziqyapsan bori? Muzlatkichga bodroqni kim qo'ygan ekan? To'xta. Yaxshiligingni bilardi. Biz yaxshimiz og'ayni. Yaxshimiz. Yomon yigitlar. Bir yildan so'ng yaxshi xulq-atvori uchun muddatidan oldin ozod qilindi. Seems I've got to have a change of scene. Every night I have the strangest dream. Imprisoned by the way it could have been. Left here on my own, or so it seems. Xo'sh, tug'ilgan kunim deb tasavvur qil. Xususan bugun Ha, tug'ilgan. bilaman. Ikkimiz ketyapmiz. Kutilmaganda oldimizdan jin chiqdi. Buni ismi nima? Jinni ismimi? Ha, kim bilan gaplashayotganing? Bilmadim, jinda. Jinimi qisqa qilib aytganda, u senga 3 ta tilakni taklif Nega qiladi. 3 ta? Bilasanmi, kitobida shunaqa. Nimani xohlaysan? Qani gapir. Hech nima so'ramasdim. Hech nima? Qo'ysan-chi, bu seni bayraming. Bo'pti, lekin tilaklaringni nima qilaman? Ozodlikka chiqib bo'ldim. Salom. Yigitlar, meni do'stlarim, mendan 2 marta yosh terim bor. 2 martaligini bilmadim, lekin ko'rinishi yaxshi. U yaqinda teri tashladi. Aynan shunday. Judayam shirin. Mendan nur taralyapti, mukammalman. Xo'sh, endi nima qilamiz? Piranya. Desam, o'ylab ko'rsak, buni sayr qilishni tilardim. Rostami? Alakazam. Ajoyib! Yigitlar, ishga kirishga tayyormisiz? Sizlar. Ha, aynan siz. Qani yonimga yaqinroq keling, ekranga yaqinroq. Sizlarga yaqinroq dedim. Tanish uchun yetarlicha vaqtimiz bo'ldi. Shunga endi qo'rqinchli emasmizmi? Tarmoq. Multfilmlar boshla. USB kanalida siz eng qiziqarli multfilmlar va yangi premyeralarni ko'rib borishingiz mumkin. Ko'rish uchun esa kanalimizga like bosing va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang.